Voy 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 maşallah maşallah mana giloslarimizga bitta baho berib qo'ylar. Royaltiyaga 2025-yil 11-aprel. O'ralarni juda ham serhosil. Hamma daraxtda 5 3 sxemada ekilgan bog'lar hali. Mana yoshlari ham bor, kattalari ham bor. Har xil daraxtlar hisoblanyapti. Hozirgi kunda to'liq kilo yo'q. Har bittasida unchadan kilo degani yo'q, lekin mana voy 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 voy. Bitta ko'riblak bosib qo'ylar, juda ham zo'r. Hosiliga bitta havas. 100 ta gilos bog'ingiz bor, chaman bo'lib gullaydi, lekin shunaqa meva olishni xohlaysizmi? Shunaqa meva olishni xohlaysizmi? Dahshatliga qarang buni. Shunga bitta like bormi? Like. Ko'chatlari bor 99 da 346 46 99 raqamiga bog'lanaverasizlar. Men sizlarga g'o'ralarini bitta ko'rsatib beraman. Xudo xolasa 12-15 kunda pishadi. Buni birov terib qo'ymagan, baytlariga paylab qo'ygan degan gaplar yo'q. Mana o'zida ushagan. Ketdi. Juda ham zo'r. Juda ham sifatli bog'lar. Xudo xolasa gilos bo'yicha to'liq ma'lumotlar 20 xildan ziyod giloslarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ertaga Carmen Nimba sortlarini ham videosini qo'yib beraman. Juda ham zo'r. Hosiliga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Agrobog' vodiy uchun maxsus bog'ga bitta havas qilganlar ana shunaqa qilib bog' qilib keyin bu usulda tarbiyalab juda ham zo'r qilib qarashlarini tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.